Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar. Bugun Qashqadaryoliklar kelgan, inshaalloh. Qashqadaryodan, ya'ni mana shu hozirgi kunda eng yaxshi deyotgan pechkamiz, ya'ni universalniy ekonom pechkamiz. Akalar, bu pechkaning sifati o'zgacha. Hozirgi kunda bu pechkadan hamma qilyapti. Juda ko'pchilik ustalar qilyapti, akalar. Lekin ko'p narsasiga e'tibor qilishmaydi. Nima deydi? Hozir pul topish maqsadida bilgan ham bilmagan ham hamma bosyapti. Razmerlari, akalar, tepa qismlarini ko'ringlar. O'ta ham bir chiroyli tarzda, yangiliklardan, qalinliklardan qilingan, akalar. Uchlik, aka, mana bu o'rtalari uchlik bo'ladi, tepalari ikkilik, tepasi aladonlari o'zi bilan kuldoni mana. Akalar, bitta narsasiga ahamiyat beringlar. Istagib, lazerli stanoklar o'zimizda bo'lgani uchun bir sifatga e'tibor beraylik deb, iloji boricha soklarda, svarkalarda iloji boricha ichki tomonidan qilib, o'ta ham bir sifatini boshqacha qilib chiqarilgan. Eshiklariga e'tibor beringlar, kattaligiga. Ruchkalarni qalin qilib, baquvvat qilib, eshikni ruchkalar, eshiklarni ozgina sifatga ishlov berib qilingan. Orqa oyoqlarini ko'ringlar. Orqa ugo'lliklarini o'zimiz anaqa moskachalari bilan o'zgacha kuldoni ham. Kuldonga kirib oladi. Mana bu demoqot bo'ladi, akalar. Ruchkalariga ham ishlov berilgan. Alohida e'tibor qilinib, qo'yingki mana brendlar yopishtirilib, akalar, shu hozir Qashqadaryoga 20 ta yuklab beryapmiz bundan. Akalarimiz tirikchilikka nima qilishgan? Qo'yingki, kraskalanmagan 800 mingdan berdik akamizga. Buni ochilib aytaveramiz akamizga mana. Lekin sifat, akalar, xohlaganlaringcha aka boshqalarga tekshirib, boshqalarga ko'ringlar, sifat o'zgacha. Qozoni katta, o'rtadagi qozon deb qo'yiladi. Shu yonadigan joyi kattaroq. Eshikni mana og'izlarini ochib ko'rsatdim. Akalar, 15 sm emas. Bular 18,5-19 sm, ya'ni kattaroq variantda bo'yi. Eniga o'zi anchagina. Ya'ni bemalol katta-katta o'tirlar ham so'yilgan holat. Akalar, chugunni nimalari bor? Pastali shotkalari, butun chiqib ketish yo'llari juda ham ichkaridan svarkalangan, tubalarga xalaqit berilgan. Qo'yingki, endi maqtagandan bir marta ko'rganlaring afzalroq, akalar. Ko'rsalaring inshaalloh. O'zgacha tarzda oyoqlariga ham ishlov berib, bitta narsa atxotliklardan qilinayotgan yo'q. Oyoqlarini ham ko'ringlar, alohida ishlov berilgan. Ugo'lning shaklida bukib, mana bunaqa tomchi gullarni qo'yib, bu shakllarga ugo'lniklar qo'yib, orqasiga bemalol haligi ovqatlanib bo'lgandan keyin ham issiq qish kunida kimlardir obdasta olib qo'yadi, kimlardir choyni olib qo'yadi, o'lib tursin deb shunaqa holatga qo'yib qo'yilgan. Mana inshaalloh Qashqadaryoliklarni mashinasi kelgan 20 tani qilib Abduqodir tayyorladi. Xudo xolasa egalariga olib borib, chiroyli topshirib, egasidan pulini olib beradi, xudo xolasa. Hozir bu kraskalanmagan holat, akalar. Hozir termostokali, ya'ni qora kraska qilinyapti. Matoviy aynan issiqlikka 1000 gradus issiqlikka chidaydigan kraska qilinyapti. O'sha kraskali 850 ming, bu kraskalanmagani 800 ming so'm. Arzon narxlarda shoshilib qolinglar, akalar. Olishlikka xudo xolasa bolalar zagotovka qilib yasashyapti. Mana Sardorbek ustamiz xudo xolasa kelinglardan juda chiroyli tarzda chiqarib beryapti. Kimga kerak bo'lsa, aka, telefon qilaverasizlar. Pastdagi raqamlarga. Ichkalarimiz bor, akalar. Kirishlar. Mana zagotovkani çok güzel bir şey yaptık bakalım. Biz kalalık akalar. Şimdi iki zamanda pişirili yaptık akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterim qishlog'idan Hamina Shamsiddin Abdurahmonov pastdagi raqamlarda sizlar bilan aloqadamiz. Salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishaylik, telefon qilaverasizlar, akalar. Sardorbek ijod qilyapmiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar.
Aka, Alloh baraka bersin. Yaxshilikka ishlading. Alloh baraka bersin.